Assalomu alaykum. Bu qism darsimiz davomi hisoblanadi. Ya'ni diskret logaritm muammosi. Bu yerda kriptografiyada shifrlashda ishlatiladigan asosiy usullardan biri hisoblanadi. Xo'p, shifrlash ya'ni asimetrik kriptografiyani o'rganayotgan o'rganuvchilar bu formulalarga duch kelgan bo'ladi. Ya'ni bu ochiq kalitni hisoblash formulalari hisoblanadi. Ya'ni bu yerda o'sha siz o'rgangan Diffie-Hellman bo'lishi mumkin yoki Elgamal yoki shunga o'xshagan juda ham ko'p diskret logaritm muammosi ochiq kalitli kriptografiyada ko'p ishlatiladigan usullardan biri ekan. Umuman olganda shuni mag'zini chaqishga harakat qilamiz, ya'ni asosida nima turadi, ya'ni matematik kuchi nimaga bog'liqligini ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Nimaga bu yerda diskret logaritm muammosi deb ataladi? Ya'ni formulada x ni topish nega qiyin hisoblanadi va nega aynan diskret degan so'z ishlatilishini tushunishga harakat qilamiz. Xo'p, umumiy formulamiz odatda y modul bo'yicha teng j darajasi x mod p hisoblanadi. Bu yerda j generator son deyiladi. Ya'ni buni ham ixtiyoriy sonni tanlab ketaverishib aslida o'zi to'g'ri emas. Buning uchun o'zi maxsus o'sha usullari bor tanlashda. Bunga hozircha to'xtalib o'tirmaymiz. Keyingi darslarimizda batafsil to'xtalib o'tamiz. Va bu yerdagi p sonimiz bu tub son hisoblanadi va x'imiz esa biz yashirishimiz kerak bo'lgan maxfiy kalitimiz, maxfiy sonimiz hisoblanadi va shu yerda shu formula yordamida hisoblab topiladigan y qiymatimiz esa ochiq kalitimiz hisoblanar ekan. Ya'ni birorta j sonni shaxsiy kalitimiz darajasiga ko'tarib p ga qoldiqli bo'lsa, uning natijasi ochiq kalit hisoblanar ekan. Xo'p, modul bo'yicha tenglik belgisi mana shu ko'rinishda uchtalik bo'lar ekan. Xo'p, endi mana shu joyda deylik biz ochiq kalit hammaga beriladi, ya'ni bu o'sha shifrlashda ishlatiladi. Uni ochish uchun esa sizga albatta maxfiy x shaxsiy kalitingiz kerak bo'lar ekan. Hozir biz e'tibor qiladigan narsa bu yerda x ni topish nega qiyin degan savolga javob bermoqchimiz. Xo'p, demak bizga deylik oddiygina mana bunaqa ko'rinishda masalan tenglama berilgan bo'lsin. X ning daraja 2 ning darajasida x teng 32. Endi buni hisoblab topishimiz uchun endi bu kichkina son bo'lgani uchun hamma birdaniga topa oladi, lekin aslida buni qanday topamiz? Aslida ikki tarafini logaritmlab yuborishimiz kerak x ni topishimiz uchun. 2 asosga ko'ra logaritm 2 asosga ko'ra 2x teng bo'lar ekan logaritm 2 asosga ko'ra 32. Va shu yerdan x ni topsak bo'lar ekan. Ya'ni bu ikki asosiy argumentlar qisqarib ketgani va x oldinga tushadi. Shu bilan x teng logaritm 2 asosga ko'ra 32 va buni hisoblab qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p, endi bu kichik sonlar uchun shunaqa ko'rinishda ekan. Endi formulamizni birozgina yuqoridagi formulaga moslashtirib ko'rib chiqamiz. Ya'ni nima qilamiz? 2 darajasi x modul bo'yicha teng mod 5 qoldig'i 5 bo'lsin. Ya'ni 13 ga bo'lganimizda qoldig'i 5 chiqadigan sonni topishga to'g'ri kelsin. Endi bu yerda to'g'ridan to'g'ri oddiy odatdagi logaritmni qo'llab bo'lmaydi, chunki bizda haqiqiy sonlar ustida emas, ya'ni bu ko'rinishimiz hozir bu holatimiz haqiqiy son bo'lib qolyapti. Oddiy usullar bu yerda ishlatib bo'lmaydi, ya'ni oddiy usullarda hisoblab topib bo'lmas ekan. Endi nima uchun diskret degan so'zimizga to'xtaladigan bo'lsak, diskret degani bu o'sha biz matematikadan o'rganganmiz, ya'ni bo'linmas, ya'ni butun degan tushunchalarga yaqin tushuncha hisoblanadi. Ya'ni bu yerda mana bu deylik 5.1, 5.100 va hokazo mana shu ko'rinishdagi qiymatlarimiz bular haqiqiy sonlar hisoblanadi. Ya'ni bular uzluksiz hisoblanadi. Bizga esa yechim qanaqa to'plamda bo'lishi kerak? X'imizning qiymati o'sha 0 dan p-1 oralig'icha bo'lishi kerak. Ya'ni bularning butun qismini mana shunaqa ko'rinishda haqiqiy emas, butun qismini qidirishimizga to'g'ri kelar ekan. Shuning uchun ham biz bu yerda diskret degan so'zni ishlatamiz. Logaritm degan so'zni tushunib oldik. Nima uchun logaritm muammosi deb atalishi. Xo'p, endi biza buni bu yerdagi yuqoridagi masalamizni qanaqa yechish tartibini ko'rib chiqadigan bo'lsak, mana formulamiz mana bunaqa ko'rinishda edi. Endi uni o'rniga j ni qo'ydik va bizda yechim bor deylik. Qiymat 5 chiqqan ekan mana y o'rniga. Qoldiqli bo'layotgan tub sonimiz 13 ekan. Endi buni qanday ishlaymiz? Endi
majbur bo'lamizki, mana bu x o'rniga ketma-ket e, qiymatlarni qo'yib borishga majbur bo'lamiz toki o'sha qiymat topilguncha yoki bo'lmasa mana bu tub sonimizgacha yetguncha qiymatlarni ko'rib qo'yib chiqishimiz kerak ekan. Mana bir sonni qo'yganimizda qiymat 2 bo'lar ekan. 2 ni bu yerga qo'ysak 2 ni kvadrati 4, demak 4 ni 13 ga bo'lsak qoldig'i 4 chiqar ekan. Kubi 8, 4-inchisi 16. Mana 2 ning 4-inchisi 16, 16 ni 13 ga bo'lsak qoldig'i 3 son chiqar ekan. Mana shunaqa tartibda bo'lib boraversak, oxirida demak biz qidirayotgan qiymat mana shularda orasida, ya'ni 9-natijaga borganda chiqdi. 2 ning 9-sini qoldiqli 13 ga bo'lganimizda 5 chiqar ekan. Va biz qidirayotgan son 9 gacha qidirib borishga majbur bo'ldik bu sonlar ichida. Ya'ni 9 ta qiymatni qo'yishga majbur bo'ldikki, bu bizni vaqtimizni o'g'irladi. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri bu narsa masalalarni hisoblash imkonsiz hisoblanadi. Ya'ni buni to'g'ri ba'zi bir o'sha optimallashtirilgan usullar ham bor, lekin optimallashtirilgan usullar ham bizni kriptografiyada ishlatiladigan katta sonlarga baribir amaliy jihatdan hisoblash mashinalarimiz buni juda ko'p vaqt talab qiladi va bu vaqt realni emas, ya'ni bu imkonsiz hisoblanar ekan. Endi mana bu yerda 2048 bitli sonlar, ya'ni tub sonimiz 2048 bit atrofida bo'ladi. Kerak bo'lsa bundan ham katta ham bo'lishi mumkin ekan amaliyotda ishlatiladigan sonlarimiz. Xo'p, bu deganimiz taxminan 600 xonali son. Ya'ni 2048 bitli sonimiz taxminan 600 xonali son bo'ladi. Buni masalan dasturda ham ko'rishimiz mumkin. Masalan, bu yerda dastur yozib qo'yganmiz. CMP degan kutubxona bor. Shuni Rand Prime, ya'ni tub sonlar generatsiya qiladigan kutubxona bor. Xo'p, ishlatib ko'ramiz. Mana biza bu yerda ishlatayotgan son natijamiz 659 chiqdi. Ya'ni bu 2 darajasi 2 dan 2 darajasi 10 gacha hisoblaganimiz. Ya'ni bu deganimiz agar biz qidirayotgan sonimiz haqiqatda 2048 bitni qidirmoqchi bo'lsak, 2048 2 ning darajasida va 2 ning darajasida 2049 oralig'ini ko'rib chiqishimiz kerak bo'lar ekan. Rand Prime mana shu oraliqdagi tub sonni generatsiya qilib beradi bizga. Xo'p, ya'ni nimaga endi 2 ning darajasida ko'rinishda yozilyapti bu yerda? Sababi bitimiz o'zi 0 va 1 lardan iborat bo'lgani uchun bu 2048 bit deganimiz 2 ning 2048-darajasi ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, mana generatsiya qilib ko'ramiz bu yerda. Kompyuterimiz ham biroz vaqtni ham oladi, chunki bu yerda tasodifiy 2048 bitli tub sonni generatsiya qilish baribir ham juda vaqtni ham olishi mumkin. Mana endi siz tasavvur qilishingiz uchun bu yerda o'sha sonni chiqarib berdim. Ya'ni bu realniy kriptografiyada ishlatiladigan sonlar mana shunchalik darajadagi katta sonlar, taxminan bu 608, 610 xonal atrofidagi tub son bo'lar ekan. Endi bungacha bo'lgan barcha qiymatlarni tekshirib ko'rish bu amaliyotda imkonsiz hisoblanar ekan. Nazariy jihatdan mumkin, lekin amaliyotda juda katta vaqt talab qiladi bu narsa. Amaliyotda imkonsiz. Va juda katta vaqt talab qilishini bu yerda, ya'ni bu yerdagi tub sonimiz nechinchi o'rinda turganligini, tartib raqamini ham premp degan funksiya bor, o'sha bilan aniqlamoqchi bo'lib tekshirib ko'rsangiz ham bo'ladi. Bu kompyuteringiz qotib qoladi. Bo'lmaganda bunaqa sonda emas, bo'lmaganda sizga kichkinroq deylik, mana 50 bitlik sonlar, mana 50 bitdan deylik 51 bitgacha tekshirib ham ko'rsangiz bo'ladi mana bu yerda. Ya'ni buni tushunishingiz uchun tartibini topmoqchi bo'lsangiz mana shunaqa qilib tekshirib ko'rsangiz bo'ladi. Xo'p. Endi shunday qilib ishlatib ko'rsangiz bo'ladi. Bu hozir bizning darsimiz vaqtini oladi, shuning uchun buni tekshirib o'tirmaymiz hozircha. Mayli, bitta bosib qo'yamiz. Mana sizga tub sonni juda tezlik bilan generatsiya qilib berdi, lekin uni kutyapti hozir. Ya'ni tartib nomeri nechinchi o'rinda turganligini, aynan shu sonda nechinchi tub son ekanligini aniqlamoqchi bo'lyapmiz. Bu esa amalda juda ko'p vaqt oladi. Xo'p, endi darsimizga qaytamiz. Endi qiziqarli bitta misolga to'xtaladigan bo'lsak, agar bizda deylik 2048 bitli tub son bilan hisoblaydigan bo'lsak, demak p tub sonimiz 2048 bit bo'ladigan bo'lsa, taxminan 616 xonali son bo'ladigan bo'lsa, buni o'sha diskret logaritm muammosi asosida hamma shungacha bo'lgan x natijalarini qidirmoqchimiz. Ya'ni qidirmoqchi bo'ladigan bo'lsak, bu dunyoda nima deydi? Butun dunyodagi barcha kompyuterlarni ham yig'gan taqdirimizda ham, masalan deylik, butun yer yuzida deylik taxminan 10 milliard
kompyuter bo'lsin deylik, hammasini yig'ib olganimizda ham o'rtacha kompyuterlar 1 soniyasiga 1 milliard ta amalda bajara oladi deb hisoblagan taqdirimizda, bu 10 darajasi 616 xonali sonni hammasini tekshirib chiqish uchun taxminan demak 10 darajasi 597 sekund vaqt ketar ekan. Bu esa umuman olganda real hayotda imkonsiz hisoblanar ekan. To'g'ri, buni optimalroq yechimlari ham bor. Ya'ni buni yechish uchun tezroq natijaga yetib borish kerak, tezroq natijaga yetib borish usullari ham bor, lekin umuman olganda baribir bu hozirgi kundagi hisoblash mashinalari uchun imkonsiz hisoblanar ekan. Xo'p. Endi yana bir marta ozgina takrorlashib qolamiz. Nega bu katta sonlarni ko'rib chiqayotganimizda? Sabab mana bu yerdagi masalamizni qarab chiqadigan bo'lsak, bizga 5 soni natijasi chiqadigan bo'lsa, bu qarab ko'rib turibsizki, yana 2900 darajasigacha tekshirib ko'rganimizda 5 chiqdi. Ya'ni bu majbur bo'ldikki, 1 2 3 4 5 hokazo qolgan sonlarni ham tekshirishga majbur bo'ldik. Shu ko'rinishda bo'lar ekan. Ya'ni bizda real misollarimizda ham bu yerdagi shaxsiy tanlanayotgan kalit ham shu piga yaqinroq katta sonlar bo'lgani uchun bu yerda hisoblash juda murakkab hisoblanadi. Ba'zilar o'ylashi mumkin, ya'ni qaysidir sonlar mana deylik 1-daraja bilan yana qaysidir darajada bu sonlar takrorlanib qolmaydimi deyish mumkin. Deylik mana masalan 1-darajada 2 chiqqan bo'lsa, deylik 7-daraja ham masalan 2 chiqib qolishi mumkinmi yoki bitta son takror bo'lib qolishi mumkinmi degan savollar ham bo'lishi mumkin. Bunaqa ham bo'ladi. Bunda nima qanaqa xatolik bo'lganda bo'ladi? Ya'ni mana bu J generator son noto'g'ri tanlangan holatlarda qaysidir darajalarda qo'ygan paytimizda takror, ya'ni bir xil qiymatlar chiqib qolishi mumkin. Shunda bu holatda, ya'ni Y ochiq kalitimizning bir nechta bir xil qiymatlari ham hosil bo'lib qolishi mumkin. Lekin kriptografiyada bunaqa generator J sonimizni, bu yerdagi J sonimizni generatsiya qilayotganda albatta bunga e'tibor beradi. Buni o'zi generatsiya qilishning o'zining tartib, qoidasi, formulasi bor va shu hisob bilan generatsiya qilib berishadi. Xo'p, darsimiz ham cho'zilib ketdi. Mayli, sog' bo'ling. Keyingi darslar kuzatib boring.